Bismillah, elhamdülillah, essalatu vesselamu ala Rasulillah. Usul fiqh dersimizin davamı. Şer'i hükümlerinin ikinci delili Peygamber aleyhisselamның sünneti. Sünnetning lug'atdagi ma'nosi yo'l deganlik bo'ldi. Labid degan shoir shundoq degan: "Men ota bobollari ular uchun yo'l boshlab bergan bir qavmnindirman." O'zi haqida dedi. Har bir qavmninki o'zining yo'li va imomi bo'ladi. Qur'on Karim ve Peygamberlerimizin sünnetleri Arap tilida nazil bo'lganligi uchun biz ba'zi so'zlarninki ma'nosini burunqi arablarninki tillaridan, ularning she'r qo'shiqlaridan izlaymiz. Ya'ni Peygamber sallallohu alayhi ve sellemning sünnetleri deganimiz Peygamber aleyhisselamning yo'lidan iborat. Peygamber aleyhisselam bu yo'lni musulmonlar dinida mush yo'lda menish uchun tayyorlab bergan, ularga tayyorlab bergan. Bu yerdan sünnet istilahi atalğuda, kesbi atalğuda ma usira anin nabiy sallallahu aleyhi ve sellem min qavlin ev fi'lin ev terkin ev taqririn deb munaq tushundirildi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılıngan söz yoki fi'il yoki bir ishni tark etgan bo'lsa yoki muqarrarlashtirgan bo'lsa, bular sünnet deb atildi. Yani bazı alimlar bununla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin xalqi ve xuluqi sifatlari bu sünnet qatar kir deb qo'shgan. Yani xalqi deganimiz jasadiy, badaniy jihatdagi sifatlari, xuluqi degan urf-odat, masalan, xarakteri degandek. Ba'zilar yana uningga sahobalar radhiyallohu anhumlarning so'zlari, ish-harakatlari va ahvollarini mu sünnet qatori bo'ladi deb qo'shgan. Biz sünnet haqida 10 faslda bahs etib boramiz. Ular bo'lsin birinchi Qur'on nima, sunnatning hujjat ekanligi va Qur'on Karimdan bo'lgan o'rni, ya'ni qanday munosabati va qanday aloqasi va ikkinchi mazmun Peygamber sallallohu alayhi ve sellemning so'zlaridan hujjat bo'ldig'ini va hujjat bo'lmaydig'ini. Uchinchi Peygamber alayhissalomningki fe'llari, bular fe'li sunnatlar deb atildi. To'rtinchisi Peygamber alayhissalom tark etgan ishlar. Beshinchisi muqarrarlashtirgan ishlar taqrirotlari. Oltinchisi sünnetning bizga yetib kelish turlari va quvvat jihatdan darajalari. Mutawatir sünnetler, ahad hadislar, alfazir rivoyat qilish lafzlari va ma'nisi bilan rivoyat qilish hadisni ma'nisi bilan rivoyat qilish haqida. Bular hammasi mustalahul hadis ilmidan bu yerda tafsili bayon qilinmasimi, lekin uningdan bir qism mazmunlar, ya'ni mush mazmunlardan bir qism mazmunlar bu kitobda so'zlandi. Amma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin qavli sünnetlerinden qandaq dalil olamiz? Bunun alaqadar mazmunlar inşallah 6. qismda keladi. Birinchi fasl sünnetning hujjat bo'lganligi va uning Qur'on Karimdan bo'lgan o'rni. Qur'on Karim bilan qanday munosabati, qanday aloqasi bor? Har qanday bir musulmon Muhammad sallallohu alayhi ve sellem'ning Allohning elchisi ekanligiga e'tiqod qildi. Ya'ni Alloh taolaning elchisi, shundaqla Alloh taolo Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni insanlarni Allah'a yalğız yegane ilah deb e'tiqod qilishga, iman etishga, Allah'a ibodat qilish va Allohning to'g'ri yo'lda mengishga da'vat qilish uchun avatganligiga e'tiqod qildi. Jazman ishindi. Va bu iymonning talab taqozosi bo'lsa-mu, biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ning Alloh haqida va Allohning shariati haqida xabar bergan xabarlar haqida biz Peygamber aleyhisselamning rost so'zlayotganligiga, rostlik ekanligiga jazman ishonishimiz kerak. Agar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biror shay'ini bu dinning qatoridan deb xabar bergan bo'lsa, uning bizga bergan shu xabari bizga hujjat bo'ladi va buning hukmi bizga lozim bo'ladi. Shunga amal qilishimiz kerak. Shu hukmga amal qilishimiz kerak. Nimishqa deganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ning elchiligiga bo'lgan iymonimiz, ishonchimizning talab taqozosi bilan. Yani shundaqla Peygamber aleyhisselam biror ishni, dinni bayon qilib, dinni tushuntirib qilgan bo'lsa, Peygamber aleyhisselamning bu ishlari, bu fe'limi bizga hujjat bo'ladi va biz Peygamber aleyhisselam qilgan o'xshash qilishimiz kerak. Undaq bo'lgankan, sünnetning hujjat bo'lganligining dalili Muhammedun Rasulullah degan shahodatdan iborat. Buningdan boshqa yana Qur'on Karimmi Peygamber sallallohu alayhi ve sellem'ning sunnatlariga amal qilishning farz ekanligini ko'rsatadi. Alloh taolo shundoq deydi: "Men yuti'ar rasula faqat ata'alloh." Kimki payg'ambarga itoat qiladigan, u Alloh taolo itoat qilgan bo'ladi.
iman keltirgan kishilar, müminlar Allohga va Allohning elchisiga itoat qilinglar. Yani Allah Taala shundoq deydiki: "Va ma kana lil mu'minin va la mu'minatin iza qadallohu va rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Mümin mümin ayolga nisbatan Allah va Allohning payg'ambari biror ishga hukm chiqarsa, biror ishga hukm qilsa, ularningki ishlarida ularning tanlash huquqi bo'lmaydi. Chuqum sallamna deb taslim bo'lishi, Allohning hukmini qabul qilishi, ijro qilish kerak. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Sizlar uchun Allohning payg'ambarida sallallohu alayhi vasallam güzel ulgu badur, güzel namuna badur. Mush oyatlarning hammasi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarining, fe'llarining, gap so'zlarining hujjat bo'lganligininki dalilidir. Uningdan keyingi mazmun sunnatlarning Qur'ondan bo'lgan o'rni. Qanday munosabati bor, qanday aloqasi bor? Sunnatlarning Qur'on Karim bilan bo'lgan aloqasi jihatdan elib atqanda, bu aloqa 4 xil bo'ladi, 4 turlik bo'ladi. Birinchi turlik Qur'on Karimda kelgan hukmga muvofiq bir hukmni olib keladi. Qur'on Karimdagi hukmning ma'nosiga ma'ni jihatdan barobar bo'lgan, uningdan ishib ketmagan, shundaq bir hukmni olib keladi. Mayli u payg'ambar alayhisolamning qavli sunnatlari bo'lsin yoki fe'li sunnatlari bo'lsin. Buningga qavli sunnatdan misol keltirsak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalarni Ramazonda ro'za tutishga buyurdi va hajni mukammal qilishga buyurdi. Shuning hammasi Alloh taolaning sizlarga Ramazonda ro'za tutish farz qilindi, haj va umrni Alloh uchun tamomlanglar degan shu buyruqlarga muvofiq keladi. Fe'li sunnatlarda da misol alsak, Alloh taolo shu tahorat elish haqida yuzni yuvishni va ikki alqonni jaynakcha yuvishni, boshqa masih qilishni, putni yuvishni, o'shiq yuvishni Alloh buyurdi va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'sha Alloh buyurganda qildi. Ya'ni yuzini yudi, Alloh taolaning yuzinglarni yuvinglar degan buyrug'ini ijro qilib va beshiga masih qildi, Alloh taolaning boshqa masih qilish buyrug'ini ijro qilib. Mana shunga o'xshagan sunnatlar. Bu turdagi sunnatlarning hukmi bo'lsa, ular Qur'on Karimningki dalolatlarini, Qur'onda kelgan hukmlarni tatbiqlash va uni ta'kidlash uchundir. Bular bo'lsa, Qur'on Karimningki hukmlarni taqrir, ya'ni muqarrarlashtiradigan sunnatlar deb atildi. Ikkinchi turdagi sunnatlar bo'lsa, Qur'on Karimda ma'lum bir lafza mujmal kelgan bo'lsa, uningdan bo'lgan maqsad zodi tafsili zodi nima gap? Buni biz bilmay qolgan bo'lsak, sunnat buni tafsili bayon qilib keladi. Buning misoli Alloh taolo bizni namozga buyurdi. Lekin namozning rakat soni qancha rakat, uning kayfiyati qandoq, vaqti qandoq va yoki uning shartlarini Qur'on Karim tafsili bayon qilib bermadi. Shuning bilan sunnat buni tafsili bayon qilib keldi. Buning misollari yana zakat, roza, haj qatorliqlarda bor buning shunga o'xshash. Mana bular sunnatningki Qur'on Karimni tafsir qilib berishining bayonidan iborat. Uchinchi turligi bo'lsa, agar Qur'on Karimda ma'lum bir so'z, ma'lum bir hukm zikr qilingan bo'lsa, ondan sunnat uningdan keyin kelgan bo'lsa, bir sunnat kelib, ya'ni Qur'ondagi hukmga o'xshamaydigan, Qur'onga zid bo'lgan bir sunnat uningdan keyin kelgan bo'lsa, u ikkisini o'rtasini jo'g'lash qat'iy mumkin bo'lmasa, sunnat Qur'ondagi hukmni amaldan qoldiruvchi o'zgartgich bo'ladi. Bu xil turdagi sunnatlar bo'lsa, sunnatningki Qur'on Karimni almashtirib o'tishining bayoni deb ataldi. Buni ba'zi olimlar isbotlasa, yana nurg'un olimlar inkor qildi. Ya'ni sunnat Qur'on Karimni amaldan qoldirolmaydi deydi ko'pchiliklar. Yana bir qism olimlar sunnatmi Qur'on Karimni amaldan qoldira oladi deb qaraydi. Masalan, Imom Shafiy rahimahulloh Qur'on Karimni sunnat bilan amaldan qoldirish mumkin emas deb qaraydi. Va Shayxul Islom Ibn Taymiya rahimahullohmi Qur'on Karimningki sunnat bilan nasx, ya'ni amaldan qoldirilmaydiganligini kuchlantirgan. Ularning dalili, agar bir sunnat undan kuchlikroq bo'lgan, sahihroq bo'lgan bir sunnatga zid kelib qolsa, u chaqda bu sunnatni biz olmaymiz, qabul qilmaymiz va olmaymiz deydi.
Yani sünnetga zikib qalsa, sahihroq bo'lgan sünnetga zikib qalsa, ammaga yerda Qur'onga zikib qalsa qandaq bo'lmoqchi deb qaraydi. Lekin sünnet Qur'on Karimning hükmini amaldan qaldıra alaydı deganlarningmi dalili bor. Buning misollaridan agar bir ayol zina qilib qolgan bo'lsa, Qur'on Karim o ayolni uyda o'ltirishga buyurgan. Da Alloh taolo uning bir chiqish yo'li bergicha yoki o ayol vafot bo'lib ketgicha, o'lim kelgicha. Keyin Payg'ambar alayhissalom o'zining sunnatlarida, ya'ni hadislarida agar to'y qilib bo'lgan bo'lsa, o ayolni chalma kesak qilishni, agar to'y qilmagan bo'lsa, o ayolni 100 qamchi urib va 1 yil tag'rib, ya'ni boshqa yurtga palaydiganlik bu hukmini Payg'ambar alayhissalom hadisda bayon qilib berdi. Ya'ni ular mushuninga o'xshagan hadislar orqali sunnatningmi, Payg'ambar alayhissalomning sunnatlarining Qur'on Karimning hukmlarini amaldan qoldira oladiganligiga dalil qiladi. 4-cü tür bolsa sünnet Qur'on Karimda tilga ilinmagan bir şeyini, bir hükümni bayan qilib keladi. Sünnet bayan qilgan bu hüküm mushu sünnetga xos bo'lgan, sünnetlam ep kelgan, yani sünnetda bayan qilingan yangi hükümden ibaret. Bu mu hüccet bo'ladi. Chunki Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning rostchil ekanligining dalolati bilan. Ya'ni shundaqla Alloh taolaning muni so'zining dalolati bilan. Allah Taala sana kitapni va hikmatni nozil qildi. Hikmat degan Qur'on Karimga o'xshamaydigan boshqa bir narsa. U faqat sunnatdan iborat. Ya'ni Payg'ambar alayhissalomning "Agah bo'linglarki, men Qur'on va Qur'on bilan birga Qur'onning o'qishisi berildi." Ya'ni bu berilgani sunnatdan iborat. Buningdan mundaq ikki ish oydin bo'ladi. Birinchi, kishilardan o'zlarini biz Qur'onchilar deb atavagan bir to'p kishilarningki so'zlarining to'g'ri emasligi. Ular islomdagi birdan bir manba Qur'on Karim. Musulmonlar Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga ehtiyojli emas deb bildirlaydi. Ularningki bunda deyishiningki da'vosi nima desa, musulmondan bilish talab qilingan barliq narsalar Qur'on Karimda mavjud degan mushu da'vo bilan shu so'zlarni o'tirib qo'ygan va ular bir diniy tarkibni maydonga keltirgan, yasab chiqqan u bo'lsa-mu dinda yangidan narsa paydo qilishdan iborat. Chunki ularning bu dinda yangidan paydo qilgan bu narsasi sunnatdan hech qanday narsani qabul qilmaydi. Sunnatni qabul qilmaydi, sunnatni olmaymiz deydi. Hatto namozning rakatlari va zakat masalasining tafsilotlarini sunnatni olmaydi bular. Uni boshqa nurg'u ishlar bor. Agar bularning mazhabi to'g'ri bo'lgan bo'lsa, Payg'ambar alayhissalomning zamonasidan toki hozirgacha ming necha yildan beri sunnatga amal qilib kelayotgan olim, ulamolar va musulmonlarningki hammasi ozg'unlikda deganligi bo'ladi. Vaholanki Payg'ambar alayhissalom mening ummatim ozg'unlik ustida jug'lanmaydi degan. Ya'ni bularning so'zi batil. Ikkinchi ish, agar Qur'on Karim ma'lum bir hukmda noiti ro'shan bo'lgan bo'lsa, Qur'ondagi hukm, ya'ni noiti tafsili bayon qilingan bo'lsa, mujmal bo'lmagan bo'lsa, unda bir maxfiylik bo'lmagan bo'lsa, Qur'ondagi shu hukm bilan amal qilish durust, sunnatga qarab o'ltamasizlar. Buning o'xshagan ahkamlar Qur'on Karimda noiti ko'p uchraydi. Mushu sababdan ilm talab qiluvchilar, o'quvchilar Qur'on ahkamlarini o'rganish kerak va Qur'on Karimdan bevosita hukm elishni, qanday hukm elishni o'rganish kerak. Qur'on Karimning oyatlarini hujjat qilishni, Qur'on Karimga hukm qildirishni buni o'rganish kerak. Shundaqla sunnatni, Payg'ambar alayhissalomning sunnatlarini shariat qo'ygan o'ringa qo'yish kerak. U bo'lsa Payg'ambar alayhissalomning sunnatlari Qur'on Karimga ergashguchi, Qur'onga xizmat qilguchi, Qur'onni sharhlaguvchi, ro'shanlashtirguchi va omlarni xoslashtirguchidir. Hargizmi Qur'on Karimdan biror narsani bekor qilguchi, inovatsiz qilguchi yoki inkor qilguchi emas. Tanbih, ya'ni diqqat, ogohlantirish. Sunnatningki tadqiqotlarga texim kengaytib bilimga erishmoqchi bo'lganlar tuvandagi kitoblarga murojaat qilsanglar bo'ladi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.